Salom dahshat armiyasi dangalni aytganda Hamza Chimayevning mashhurligi hozirgi paytga kelib shunday o'zgardiki, avval hamma bu yigitni jangini ko'rish uchun jonimni berardim degan bo'lsa, hozir uni jangini ko'rgandan ko'ra o'lganim afzal deydigan holatga kelib qoldi. Hamzatning qolgan qutgan fanatlari bo'lsa, bu nastroy o'zgarishiga faqat UFC 319 sababchi deb o'zlarini ovutishsa-da, aslida haqiqat ancha chuqurroq va bu tema ancha avval boshlangan edi. Mayli Ramzan Qodirov haqida videoni o'rtalarida gapiraman va hayotim xavf ostida bo'lsa ham, men baribir bu hikoyani boshdan aytib berishga qaror qildim. Shunday ekan, dahshat armiyasi shu yerda ekanligini bilishim uchun hoziroq dahshat like-ni bosib qo'ying. Bu safimizga qo'shilganingizni belgisi va bosgan bo'lsangiz akvalanglarni oling, lassalarni oyog'ingizga qotiring va kislorod ballonlaringizni tekshirib ko'ring. Chunki biz hozir Hamza Chimayevni avtoriteti qulash tarixiga sho'ng'iymiz. Sayohatimiz Anderson Silvani afsonaviy davridan keyin boshlanadi. Chris Weidmandan tortib Luke Amasi 5 yildan ortiq vaqt davomida chempionlik kamarini xuddi stol tennisi koptogidek bir-biriga otib yurishardi. O'rta vaznda Anderson Silva kabi raqiblaridan umuman ajralib turadigan bitta ham mujik yo'q edi. To'g'ri, o'sha paytda Izrael Adesanya bu bo'shliqni to'ldirgandek tuyulgandi. Va men uni kuchuk bilan ishqiy munosabat haqida gapirmayman, yo'q. Lekin haqiqat shundayki, Eddie Robert Whittakerni uxlatib qo'yishdan 2 kun oldin 3-0 hisobda yurardi. Shvetsiyada 3 marta milliy chempion bo'lgan. Hozir ichingizda o'ylayotgandirsiz, to'xta, Gitler hokimiyatga kelgandan beri Shvetsiyada qanaqa kurash bo'lishi mumkin? Chechen bolasiga bunday katta marra nimaga kerak? Bu xuddi oddiy baliq oviga o'xshaydi-ku. To'g'ri, gapingizda jon bor, lekin bu yerda raqobatdan ko'ra kontekst muhimroq. Chunki kurash MMA uchun eng zerikarli baza bo'lishiga qaramay, Hamzat bu kuchli paytda raqibini qonga belashdan qo'rqmasdi. Parterda esa raqibini xuddi boshqaga nisbatan milliy adovati bordek finish qilishga harakat qilardi. U raqiblarni ko'tarib olib, murabbiylarning oldiga olib borib, yerga uradigan qilig'i bor edi. Va eng qizig'i, u buni ko'chadagi ukatoylariga emas, ancha jiddiy raqiblarga qilardi. Lekin baribir daggellarni yomon ko'radiganlar ham, yaxshi ko'radiganlar ham to'liq hype'ga berilishga shoshilmayotgandi. Chunki hammamiz bilamizki, haqiqiy imtihon faqat UFC'da bo'ladi. Mayli, sen jangovar sambo bo'yicha jahon chempionini 2 yillik trenirovka bilan uxlatib qo'ygandirsan, lekin Hamza John Phillips darajasidagi raqibga duch kelmaguncha, ya'ni UFC'dagi birinchi jangidagi, dunyo uni haqiqiy potensialini bilmasdi. Ikkinchi qism, kutilayotgan narsalar. Korona paytini eslaysizmi? Men ham eslayman. O'sha paytda eng esimda qolgani Hamza Chimayevning fight nightlari shunchaki hamma yerni bosib olgandi. Iyuldan sentyabrgacha hamma joyda karantin avjiga chiqqan paytda biz xuddi dahshatli agressiya davrini ko'rdik. Bir daqiqa o'zingizni xuddi dejavu bo'layotgandek his qilardingiz. Keyin qarasangiz, yo'q, bu shunchaki Hamza Chimayev navbatdagi qopni ishtaha bilan yeyotgan edi. Lekin bu qopni yeyish odatdagi daggilarning, ya'ni dagestanliklarning statistika to'ldirishdan farqi shunda ediki, buning uchun biz 17 oy kutishimiz va 4 marta jang bekor bo'lganiga chidashimiz shart emas edi. Odatda biz daggilar o'zining kelishilgan MMA bingosini o'ynab bo'lguncha ahmoqqa o'xshab termilib kutib o'tirardik. Bu safar esa vaziyat boshqacha edi. Bu yerda dagestanlikka o'xshagan shaxs chiqib, "Men hammani smash qilaman" deganda, u rostdan ham hammani va aynan hozir bu ishni qilmoqchi ekanligini nazarda tutgandi. Menga Adesanya bilan Vettoriyani bitta kechada bering. Menga farqi yo'q. Men odamlarni tanlab o'tirmasdan smash qilishga kelganman. Agar bu narsaga oddiy qarasak, bu kontender seriyasidan chiqqan tashkilot nima desa xo'p deydigan navbatdagi rus soldatiga o'xshardi. Lekin aslida bo'layotgan ishlar menga o'ylaganimdan ko'ra qattiqroq ta'sir qildi. Ha, nega men dagestanliklarni dagi demoqdaman? Chunki men nima deyishimdan qat'iy nazar, men baribir ham Habibni hater deb kommentariyada yozishadi. Ammo baribir ham faktlar bo'yicha gapirish menga xos narsa. Eng yomon boshga chiqadigan narsasi bu ularning o'ziga bo'lgan ishonchi, ya'ni dagi ishonch va qiladigan ishi, dagi amal orasidagi g'alati doimiy tafovut edi. Dagi ishonch bu shunday: menga 30 daqiqa bering, xohlagan odam bilan urushaman, Tony Conor farqi yo'q. Lekin dagi realligi bu 2,5 yilda atigi 3 ta himoya jangi va keyin erta pensiyaga ketish. Bu UFC tarixidagi eng uzun yengil vazn chempionligi, eng dominant chempion. Lekin bu meros Benson Hendersonga ham tenglasha olmaydi. Va e'tibor bering, dahshat armiyasi, men shaxs haqida emas, meros haqida gapirmoqdaman. Eshitmoqdamsiz, Benson Henderson 552 kunda qilgan ishni Habib qilish uchun 1077 kun sarfladi. Mayli, agar Habib Conor va Tonyni bitta kechada yeyman deb gapirmaganda, bunga chidasa bo'lardi. Lekin u aynan shunaqa deb juda ham ko'p gapirdi. Va tan olish kerak, u rostdan ham Conor va Tonyni bitta kechada yuta olardi. Lekin uni oyda 1 yil jang qilayotganini va kuchga to'lgan paytida pensiyaga ketganini ko'rish, bu bizni uni oktagonda kuzatib kelgan vaqtimizga juda ham behurmatlik qilishdir. Mana shu dagi realligi. Hamza Chimayev esa
aslida daggi emas, lekin ularga o'xshab ko'ringani va gapirgani va urishgani uchun ko'pchilik odam uni ular bilan bitta qozonga soldi. Bu sal adolatsizlik, lekin xaritaga qarasangiz Checheniston va Dagestan xuddi Rossiyani shimoliy va janubida joylashgan bitta davlatga o'xshaydi. Amerikaliklar bo'lsa ularni deyarli ajrata olishmaydi. Ya'ni ular faqatgina ism oxirida familiyada V harfini ko'rdilarmi? Demak, bu zerikarli jangchi deb o'ylashadi. Shuning uchun oson bo'lishi uchun uni ham Daggi deb aytaveramiz. Lekin aytmoqchi bo'lganim shuki, u ko'rinishi, gapirishi Daggilarga o'xshasa ham UFCdagi dastlabki 2 oy shuni ko'rsatdiki, o'zini ular kabi tutmoqchi emasdi. Va bu men uchun juda ham muhim. Chunki ochig'ini aytganda, menga zerikarli kurash umuman qiziq emas. Menga bajarilmagan va'dalar va quruq gaplar yoqmaydi. Hamzat aslida Habib aytgan "men hammani smash qilaman" gapini deyarli o'zgarishsiz qaytarayotgandi. Lekin farq shundaki, Hamzat buni aytganda u rostdan ham shu gapiga javob beradigan ko'rinardi va shu so'zlar bilan yashar edi. Boshda o'zini kurashdan yomonlik ishlatmadi. Ha, u Jon Phillips qo'g'irchog'iga igna sanchib o'tirmadi. Hamzat u yerga odamlarni o'ldirish va bu yo'lda tavakkal qilish uchun kirgandi. Agar u sizni yiqitsa, u har bir millisekunddan foydalanib sizni do'pposlaydi yoki bo'g'ib uxlatib qo'yadi. Agar yiqita olmasa, u shunchaki bitta udar bilan yuzingizga uradi va siz buklanib qolasiz. Chunki unda qanaqadir odamlarga xos bo'lmagan o'yin qo'li bor edi. Bularning hammasi Habib davridan beri Daggilar da'vo qilib kelgan, lekin aslida qilmagan. O'z hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top vekeplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan silka orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat MMA deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Kasallik. MMAning professional jangchisi Hamzat Chimayev faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. U ijtimoiy tarmoqlarda shunday deb yozdi: "Meni sportdagi yo'limda qo'llab-quvvatlagan barchaga kattakon rahmat aytmoqchiman. Menimcha bo'ldi, men tugatdim. Bilaman kamarni ola olmadim, lekin bu hayotdagi eng muhim g'alaba emas. Bu xabar sizni xafa qilishi mumkin, lekin yuragim va tanam menga hammasini aytib turibdi. Jamoamga, All Stars Gym Swedenga katta rahmat, UFCga katta rahmat va alhamdulillah. Tugat deb yig'laman, faqatgina bo'lib o'tgan ish uchun kulib qo'yib." Bu gaplarni men 2020-yil 1-martda o'zimni ayiqchamga aytgandim. Chunki o'sha kuni Hamzat Chimayev eksperimenti o'z nihoyasiga yetgandek tuyulgandi. Virus birinchi bo'lib Leon Edwardsni tutib oldi va ularning birinchi jangi bekor bo'ldi. Jang bir oy keyinga qoldirildi, lekin keyin Hamzatni o'zi virus bilan olishib qolgani uchun yana bekor bo'ldi. Raqibdan shashkani yutib olishingizga o'xshaydi. Afsuski, Hamzatning kallasi bemorning kallasi emas edi. U o'zini dam olishi va dori ichishni inkor qiladigan qo'shtirnoq ichidagi jangchi deb hisoblardi. Shuning uchun jang 3-marta 2 oydan kamroq vaqt o'tib qayta belgilanganda u yana bekor qilinishiga to'g'ri keldi. Chunki Hamzatning kasal holda qilgan hamma trenirovkasi uni deyarli o'lim yoqasiga olib kelgandi. U bir necha marta kasalxonaga tushib qoldi. Simptomlari shunchalik og'ir ediki, u qon tupurayotgandi. Bir paytlar ahvol shu darajaga yetgandiki, u murabbiyiga "men o'lmoqdaman shekilli" deb aytgan. Qaysi kalla bilan uni qon tupurib, o'pkasi rasvo bo'lib yotganda zalga kirishdi, men bilmayman. O'sha odamni umuman haydash kerak edi hamma yerdan. Lekin xayriyatki, Dana White darrov temaga aralashib, vaziyatni yumshatdi. Uni aytishiga qaraganda, Hamzat Chimayevning bu yozgan posti shunchaki kuchli dorilar ta'siridagi emotsional holat bo'lgani va u agar vaqtida dam olganda bularning hech biri sodir bo'lmasligi haqida gapirdi. Bu UFC muxlislari uchun ozgina yengillik bo'ldi, lekin baribir hammamiz bilardikki, Danani o'ylantiradigan yagona narsa bu Hamzatdan keladigan kelajakdagi soqqa. Agar Hamzat stressga tushib, yuragi to'xtab, og'zidan bodib kirib, shodi chiqib yotgan bo'lsa ham, Dana baribir chiqib, hammasi cho'tga, xavotir olmanglar degan bo'lardi. Shuning uchun uni o'z ko'zimiz bilan tirik holda 4-marta oktagonga yurib kelayotganini ko'rmagunimizcha, Hamzatning kelajagi haqida hech narsani to'shni ayta olmas edik. MMA hamjamiyati faqat o'tirib olib, boylarda oddiy odamlar kasalliklarini davolaydigan maxfiy zardoblar borligiga va o'shalardan birini Hamzatning tomiriga kech bo'lmasdan quyishlariga umid qilardilar xolos. Va nihoyat uni raqibi dunyo reytingida 11-o'rin, o'zini UFCdagi 11-jangni o'tkazayotgan Chuvalchang Li Jingliang bilan, ya'ni Lich. To'g'ri, bu Leon Edwards emas, lekin o'lik hype poyezdi ham emasdi. Hamzatning Coviddan keyingi duxi haqida javobsiz savollar ko'pligini hisobga olsak, Li Jingliang Hamzatning hypeini tekshirib ko'rish uchun xavfsiz variant edi. Qolaversa, u jang qilishga rozi bo'lgan yagona odam edi. Shuning uchun Hamzatni omadi keldi deb aytsak ham bo'ladi. Lekin fakt shundaki, Jingliang shunchaki 11-raqam emas edi. Unda hazilakam bo'lmagan bitta teksa o'ldiradigan kuchi bor edi. Bu bola hazil emas edi. Uni 9 ta nokautning 7tasi UFCda bo'lgan. Bulardan 4tasi birinchi raundda. To'g'ri, kardiosi musor va jiu-jitsusi xitoycha, ya'ni rasvo edi, lekin u hech qanaqasiga yollanma ishchi, ya'ni shunchaki yutqizib berishga yollangan jangchi emas edi. Ochig'ini aytganda, o'sha pensiya vahimasidan keyin
Hamzatni kim bilandir jang qilayotganini o'zi hamma uchun mo'jiza edi. Meni fikrimcha, Hamzat bu yerda g'alaba qozonsa bo'ldi. Hype poyezdi yana relsga qaytardi va to'g'ri Usmonga qarab ketardi. Kletka eshiklari yopilganda boshlangan narsa xuddi Dragon Ball Z multfilmidagi qahramon kuchga to'lishdan oldingi epizodga o'xshardi. Jinglian nishondan taxminan 3 kilometr uzoqlikda dahshatli o'ng qo'l zarbasini yo'lladi. Harakat qilgani uchun unga respekt. U yo o'zini takedowndan himoyasiga shunchalik ishongandiki, ya'ni qo'rqmasdan bu ishni qildi, yoki shunchalik tupoy ediki, Hamzat jangning 15 sekunddayoq u bilan razmenga kirishadi deb o'ylamagan. Mana buni duh desa bo'ladi, xonimlar va janoblar. Lekin Hamzat teleport qilib Jinglianni beldan ushlab olgan zahoti xitoylikning o'ziga bo'lgan barcha ishonchi to'g'ri Dana Whitening tizzasiga uchib ketdi. Hamzat bizni chuvalchangni xuddi mushuk bolasidek bo'ynidan ko'tarib oldi. Xo'jayin Dana tog'a bilan qisqacha ko'rish uchun uni oldiga olib bordi va raqibi bo'ynini berishga majbur bo'lmaguncha uni shafqatsizlarcha do'pposladi. Bu haqiqiy Superman darajasidagi harakat edi. Men bu takedownni hamma bu narsa haqiqat ekan deb tushungan payt deb hisoblayman. Xitoyda kurash bormi yoki yo'qmi? Lichni hali hech kim bunday xor qilmagandi. Biz Habibga taqlid qiluvchi navbatdagi proyektni ko'rmayotgandik. Biz sportning eng yuqori cho'qqisida eski Hamzatga bo'lgan hurmatni ko'rayotgandik. Hamzatni mintaqaviy janglarda o'ziga xos qilgan narsa endi hayotdagi eng katta qo'rquvdan qutulib, hayotdagi eng katta jangni namoyish etilayotgan edi. Agar Jingliangni bir uyum pul deb tasavvur qilsangiz, bu Hamzat va Dana White o'rtasidagi munosabatlarning she'riy tasviri edi. Bularning barchasi yana bir mukammal g'alaba va raqibni zarbalar sonida yana 1-0 bilan yakunlandi. 4-qism qayta tirilish. Lekin eng muhimi, Conor McGregor UFC 267 dan 4 oy oldin oyog'ini sindirib, ovqatni turbuchkada ichadigan ahvolga tushgandi. Paulo Costa vazn qilish o'rniga qizlar bilan aysh-ishrat qilish bilan ovora edi. Colby Covingtonning jag'i esa allaqachon uchib ketgandi boshqa sayyoraga. Qolaversa, Max Holloway deyarli 2 yildan beri kamarsiz yurganini hisobga olsak, agar yangi hype poyezdi kerak bo'lgan vaqt bo'lsa, bu aynan 2021-yil 30-oktyabr edi. Va biz bu narsani oldik. Endi Hamzatni tez-tez jang qilishni ko'rmasligimiz aniq edi. Chunki u allaqachon reytingga qo'shilgan edi. Lekin biz hammamiz bilar edikki, raqib qanchalik kuchli bo'lmasin, Hamzat baribir o'sha duxni olib kirardi. Endi bo'lsa hammada asosiy savol, u yana shunday shiddatli jang qiladimi, yo'qmi degani emas, balki bu yigit butun yarim o'rta vaznni bitta ham zarba o'tkazmasdan zo'rlab tashlaydimi degan savol edi. Men bu narsa haqida alohida to'xtalmoqchiman, chunki o'sha oqshomda Hamzat Jingliangni yanchib tashlagandan keyin xuddi shunga o'xshash millatga mansub yana bir jangchi reytingdan Hamzatdan ham kattaroq ish qildi. Lekin bu hech kimga qiziq emas edi. Hamzatning g'alabasidan keyingi holat xitoylik muxlislarni yuragiga teshik qoldirdi. Lekin biz uchun bu xuddi Andersonning raketasida koinotga uchishdek gap edi. Qo'limizda 27 yoshli, hali tomi yopilmagan va yarim o'rta vaznni top 10 taligini terib olishga tayyor bo'lgan yovvoyi yirtqich bor edi. Top 3 ga kelganda ishlar jiddiyroq edi. Lekin ungacha ham Steven Thompson, Jorge Masvidal, Michael Chiesa kabi mazali variantlar tiqilib yotgandi. Odamlar taxmin qilgan ismlar orasida Gilbert Burns shunchaki xom xayol kategoriyasida edi. U Steven Thompson ustidan to'liq dominantlik qilib kelayotgandi va cho'qqiga qaytish uchun faqat Michael Chiesani yutish kifoya edi. Lekin u vahshiy bo'lgani uchun Hamzat varianti taklif qilganda darrov roziman dedi. Va u yaxshi bilardiki, Colby Covington Tyron Woodleyni finish qilgani uni Vander Boyusdan qozongan g'alabasidan ko'ra yorqinroq porlagandi. Shuningdek, u Leon Edwardsni Diaz'ni yutgandan keyin aniq navbatdagi da'vogar ekanini bilardi. Shuning uchun 35 yoshda Leondan o'tib ketish imkoniyati yo'qligini tushunib, bo'ldi. Tavakkal, nima bo'lsa bo'ldi. Men o'rtaga atom bombasini tashlayman dedi. Bu jangda ikkisi ham bir-birini yo'q qilib yuborishi mumkin edi. Ha, ahmoq Leon tarixda eng uzun mag'lubiyatsiz seriyaga ega bo'lishi mumkin, lekin Hamzat Chimayev atrofidagi hype Usmonnikidan ham balandroq edi. Va agar u UFC 273 da dahshatli g'alaba qozonsa, Usmon bilan revansh Leonga emas, aynan unga berilishi aniq edi. Men bu bolani smash qilaman. 1 minutda nokaut qilaman, so'z beraman. U juda kichkina. Qani ketdik. Bu narsani sabrsizlik bilan kutmoqdaman. Qo'rqmoqdamisan, bolakay? Bilasizmi, bu bola Braziliyadan emas. Men undan ko'ra ko'proq braziliyalikman. Men Kantogaladanman. U braziliyalik emas, u inglizcha gapiradi va portugalcha ham bilmaydi. Oxirgi payt faqatgina smash deydigan bitta jangchini bilardim. Va u sport haqidagi hurmat haqida gapirsa, birinchi navbatda Habib avvalgi vazn qila olmay, undan keyin Abel Trujilloga shapaloq bergani esimga tushadi. Lekin shu bilan birga Hamzat McGregor ham ko'z oldimga keladi. Men noto'g'ri tushunmanglar. Menga bu narsa yoqadi. Bu mutlaqo sababsiz, keraksiz trash talk. Lekin raqibingiz emotsional o'lik bo'lsa, jangni reklama qilish uchun bezori va dahshatli yovvoyi bo'lishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Shuning uchun menda bunga e'tiroz yo'q. Men shunchaki aytmoqchimanki, Hamzat muxlislarini xursand qilish uchun qilgan hamma ishdan tashqari,
U matbuot anjumanida o'zini qanday tutishini qon-qoniga singdirib olgandi. Gilbert mikrofonda odatdagidek juda ham bechora ko'rindi. Hamzat bo'lsa o'zini eng yomon odamdek tutdi. Lekin o'sha adovat bo'lmaganda bu matbuot anjumani haqiqiy musor bo'lardi. San yiqitganda nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Jangni o'zi esa tayyorgarlik jarayonidan ham dahshatliroq bo'ldi. Gilbertni buzib bo'lmaydigan parteri uni pastda ushlab turishni imkonsiz qildi. Uni chugun kallasini uxlatib bo'lmasdi va negadir chap huk zarbasini taymingi juda ham jirkanch darajada zo'r edi. Aslida uni hamma joyda taymingi zo'r edi. U o'ng qo'l overhandlarni xohlagan paytda tushirardi. Bir ikkita qattiq low kicklar, jeblar ham o'z o'rnida edi. Ikkinchi tomonda esa Hamzat deyarli Ikram Aliskerov jangini nokautsiz versiyasini takrorladi. Gilbert uni xuddi Aliskerov kabi chap huk bilan kutib oldi. Hamzatni proxod qilishga majbur qildi, lekin bu narsa o'xshamadi. To'g'rirog'i boshda o'xshagandek bo'ldi, lekin Gilbert sabrli va metodik harakat qilib Hamzatga 1 soniyadan ortiq dominant pozitsiyada turishga qo'ymadi. Oxiri u Gilbertni gardiga tushib qoldi va undan keyin kapalaklar qanot qoqishni boshladi va Hamzat oyoqqa turib oldi, chunki u bu himoyadan o'ta olmadi. Shunday qilib yana bir bor eski Hamzatga hurmat bajo keltirgan holda, u bunday holatda xavfsizlikni emas, yaqin qonli jangni tanladi. Va bu ikki yovvoyilar butun jang nomida bir-birini o'ldirishardi. Kimdir buni yil jangi dedi, kimdir bo'lsa asr jangi. Kimdir bo'lsa bu jang sotib olingan deb Hamzatni yomonlash uchun bu narsani ishlatishni boshladi. Qaysi tarafda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Hamzat bu qonli hammomda g'olib bo'lib chiqdi. Unda faqat ishonch bilan finisher ekanini, balki kurash o'xshamaganda xuddi Justin Gage kabi qonli jang qilishga ham tayyor ekanligini isbotladi. Uni murabbiy qanchalik iltimos, aqlli jang qildi baqirmasa ham, u tinimsiz takedown qilmadi. Kletkada, chetda quchoqlashib yotmadi va eng asosiysi, endi Hamzat kim bilan jang qilish haqida savol qolmagandi. Mayli, Leon 9 ta g'alabasi bilan titul olishi mumkindir, lekin g'olib Usmon bo'ladimi yoki Leon? Hamzat haqiqiy afishani eng tepasida turishga loyiq edi. 9-qism stratosfera. Yo'q, biz buni bunday tugatmaymiz. Bu narsa o'xshamaydi. Hammadan uzr so'rayman. Mana agar siz pay-per-view turnirini aqldan ozgan holda va iblis bilan tuzilgan shartnoma asosida tashkil qilgan bo'lsangiz, oqibati shunday bo'ladi. UFC 279 da bo'lgan voqealarni tasvirlash uchun shunchalik ko'p rakurslar borki, bu shunchaki kulgili. Shuning uchun biz ikkita asosiy nazariyaga to'xtalamiz. Birinchisi rasmiy hukumat versiyasi, ya'ni toza versiya, ikkinchisi bo'lsa fitna nazariyasi. Birinchi nazariya, o'sha paytda UFC 278 da Kamaru Usman va Leon Edwards kamar uchun jang qilayotgandi. Hamzatda esa o'tirib o'zini titul uchun navbatni kutishdan boshqa ishi yo'q edi. Lekin uni butun faoliyatini bilamizki, u kuchni hammadan ham ko'ra yomon ko'rardi. Bu borada UFC va Dana va nihoyat Nate Diaz'ni asir sifatida ko'chadan tutib olishadi. Ular yo Conor bilan trilogiyani kutishayotgandi, yoki Nate'ni birorta yosh yirtqichga yem qilish payida edilar. Men ularga aytdim, qarang, menga hech narsa kerak emas, boshqa pul ham kerak emas. Men ketmoqchiman. Men o'zim ishimni qilmoqchiman, boshqa ish bilan shug'ullanmoqchiman. Meni qo'yib yuboring. Bu yerdan ketib baribir ko'proq pul topaman. Iltimos, hurmat yuzasidan men bu yerdan o'zim ketsam maylimi? Tabiiyki Hamzat tayyor turibdi. Diaz bo'lsa shartnoma zanjiriga bog'lanib qolgan. Vijdonsiz mafiya boshlig'i uchun eng mantiqiy ish Nate'ni MMA tarixidagi eng qo'rqinchli yarim o'rta vazn prospektiga qarshi qo'yish edi. Agar Nate rozi bo'lsa, Danani hype poyezdi Nate'ning butun mashhurligini o'ziga singdirib olardi va yutib yuborardi. Bunda tavakkal nolga teng. Bonusiga esa Hamzatni pay-per-view yulduzi sifatidagi qiymatni bilish uchun butun kartni bir tenga qimmat janglar bilan to'ldirib tashlash mumkin edi, ha. Agar Nate rozi bo'lmasa, Dana uni ilmoqda ushlab turardi va qiynardi. Va Jek Polni pullaridan qonuniy yo'l bilan iloji boricha uzoqroq saqlardi. Qaysi yo'l bo'lmasin, UFC 279 da asosiy maqsadi Nate Diaz'ni sindirish edi, lekin syujet har qanday kinodan ham dramatik tus oldi. Hamzat vazn limitidan naqd 3,5 kilogramga oshib ketdi va asosiy jangni o'z qo'li bilan o'ldirdi. Butun turnir bardak bo'lib ketdi. Muxlislar UFC 279 ham xuddi UFC 151 kabi bekor bo'lib ketishdan qo'rqishdi. Chunki aytib o'tganimdek, turnirda o'zi shundoqqina ham S-klass darajasidagi Fight Night'dek lipillab turgan edi. Odamlarning bu turnirga qiziqishining yagona sababi ham yo'q bo'ldi, chunki Hamzat Sauni qayerdaligini esdan chiqarib qo'ygandi. Buni ustiga vazn o'lchashdagi qiliqlarini qo'shing. O'rta barmog'ini ko'rsatib, vazn qila olmagani unga umuman qiziq emasligini, umuman farqi yo'q ekanligini bildirdi. Hamzatning ashaddiy muxlislari ham uni professional emas, masxaraboz deb so'kishardi. Uni shundoq ham yoqtirmaydiganlar esa jinnilik darajasiga yetishdi. Ular o'zlarining nafrati to'g'ri ekanini bilishardi. Lekin shu nafrat shanba oqshomidagi jangsiz qolish muammosini hal qila olmasdi. Bu esa ularni battar g'azablantirardi. Lekin Hamzatga bo'lgan nafrat qaynash nuqtasiga yetishdan sal oldin
Dana gazni pasaytirdi va UFC 279 uchun yangi, sveji suzilgan asosiy kartni e'lon qildi. Yangi kart quyidagicha: Neyzes Tony Fergusonga qarshi, Hamza Chimayev Kevin Hollandga qarshi va Lich Rodrigezga qarshi jang qiladi. Neyzes o'ziga ancha mantiqiy raqib oldi. Hamzat va Kevin o'zlarini sahna ortidagi razborkasini hal qiladigan bo'lishdi. Li Jinglang esa unga juda ham qiyin keldi. Mayli, oxirgisi unchalik o'xshamadi, lekin hech kimga farqi yo'q edi. Aslida hamma boshdan aynan shunday kartni xohlagan edi. Dana bu e'lonni qilishdan bir necha soat oldin yuzlab kommentariyalarda odamlar aynan shu narsani so'rashgandi. Va MMA dunyosining irodasi bilan 6 tala jangchi ham 24 soat qolganda shartnomaga qo'l qo'yishdi va turnir dahshatli bo'ladigan bo'ldi. Ikkinchi nazariya. Bu endi hozirgi stavka mojarolari fonida biroz qo'rqinchliroq eshitiladi. Bu klassik, o'rdakka o'xshab ko'rinsa va o'rdakka o'xshab ovoz chiqarsa, demak bu o'rdak degani emas. Ya'ni Dana va uning soyasidagi odamlari hamma narsani boshdan reja qilishgan. Bu o'rdak degani emas. Ya'ni Dana va uning soyasidagi odamlari hamma narsani boshdan reja qilishgan. Ular ataylab juda ham mantiq. Jinglang Ferguson, Holland Rodrigez. Keyin esa hammani joyini shunaqangi almashtirishganki, Tony va Neytda g'alaba qozonish uchun hatto qilich bilan chiqsa ham imkoniyat qolmasligi kerak edi. Biz esa sodda qo'ylar podasi kabi Danaga o'kutgan reaksiyani berdik. Nafrat va jirkanish. Biz ikkita UFC afsonasini ko'rishimiz kerak edi. Biri oxirgi jangga chiqayotgan, ikkinchisi esa Michael Chandlerdan yegan dahshatli nokautdan keyin hali tibbiy ruxsat ham olmasligi kerak bo'lgan holatda. Va ikkalasi ham majag'lanib tashlanishi aniq edi. Lekin xuddi oxirgi soniyada pay-per-view sotuvlari eng past nuqtaga tushganda birinchi fazani boshlash vaqti keldi. Ular xavfsizlikni sal bo'shatib, katta og'iz, ya'ni Kevin Hollandni Hamzatning yoniga yaqinlashtirishdi va matbuot anjumanida sahnalashtirilgan janjal uyushtirishadi. Katta og'iz albatta o'z ishini qildi va birdaniga hech kimga kerak bo'lmagan urodlar shousiga hamma qiziqa boshladi. Strategik jihatdan sahna ortida nima bo'lgani haqida hech qanday video chiqarilmadi. Odatda hype uchun bunday voqealar darrov tarqaladi. Muxlislar faqat Danani gapiga ishonishga majbur edilar. U esa buni umrimda ko'rgan eng dahshatli vaziyat deb ta'rifladi. Bu gaplar muxlislarga Daniel Cormier Jon Jonsga butilka otgan yoki Kevin Lee Michael Chiesani onasidan so'kkani uchun mush tushirgan paytlarni eslatadi. O'shanda ularni hech kim anjumandan haydamagandi. Aksincha, bu videolar UFC rasmiy kanaliga 5 daqiqada joylangandi. Lekin bu safar video yo'q. Dana vaziyat haqida shunday vahima qildiki, odamlar u yerda birov otib tashlangan yoki pichoqlangan bo'lsa kerak deb o'ylashdi. Albatta bunaqa narsa bo'lmagandi. Hammasi bu faqatgina hype uchun edi. Lekin psixologik operatsiya o'xshadi. Sun'iy hayajon yaratildi. Endi operatsiyaning ikkinchi fazasi, tugmani bosish yoki tepkini bosish fazasi qolgandi. Bunda sherik til biriktiruvchi Hamzat ataylab vaznni shunday o'lchaganki, u chegaradan juda ham ko'p o'tib ketishi kerak edi. Lekin 82 kilogramm toifasiga o'tib ketadigan darajada ko'p emas. San folbimisan bashorat qilmoqdamiz, voqealar darrov tarqaladi. Muxlislar faqat Danani gapiga ishonishga majbur edilar. U esa buni umrimda ko'rgan eng dahshatli vaziyat deb ta'rifladi. Bu gaplar muxlislarga Daniel Cormier Jon Jonsga butilka otgan yoki Kevin Lee Michael Chiesani onasidan so'kkani uchun mush tushirgan paytlarni eslatadi. O'shanda ularni hech kim anjumandan haydamagandi. Aksincha, bu videolar UFC rasmiy kanaliga 5 daqiqada joylangandi. Lekin bu safar video yo'q. Dana vaziyat haqida shunday vahima qildiki, odamlar u yerda birov otib tashlangan yoki pichoqlangan bo'lsa kerak deb o'ylashdi. Albatta bunaqa narsa bo'lmagandi. Hammasi bu faqatgina hype uchun edi. Lekin psixologik operatsiya o'xshadi. Sun'iy hayajon yaratildi. Endi operatsiyaning ikkinchi fazasi, tugmani bosish yoki tepkini bosish fazasi qolgandi. Bunda sherik til biriktiruvchi Hamzat ataylab vaznni shunday o'lchaganki, u chegaradan juda ham ko'p o'tib ketishi kerak edi. Lekin 82 kilogramm toifasiga o'tib ketadigan darajada ko'p emas. San yoki tinfoil qalpog'ini kiyib olganmisan deyishingiz mumkin. Ammo bu nazariyani inkor qilib bo'lmaydigan qismi bor. Vazn o'lchash marosimidagi reaksiyalarga jiddiy qarang. Ular juda tabiiy, juda insoniy. Ular qibrayib pivasini ichib mazza qilib o'tirishgandi. Hamzat taroziga chiqdi va 178,5 degan so'z yangrashi bilan sharhlovchilar xuddi aviahalokatni ko'rgandek qotib qolishdi. Hamzat esa kameraga qarab kulib, o'rta barmog'ini ko'rsatib turibdi. Xuddi hayotdagi eng katta imkoniyatni yo'qotib qo'yganini tushunmayotgandek. Bu juda ham g'alati edi. Lekin menga eng g'alati tuyulgani u tarozidan tushgandan keyin aytgan so'zlari, nima bo'lmoqda bolalar? Buni so'z bilan tushuntirish qiyin. Lekin u yerdagi atmosferada nimadir noto'g'ri edi. Xuddi u nima bo'layotganini bilgandek. Ya'ni unga bu narsa haqida xuddi 3 oy oldin kimdir aytgandek. U xuddi sir saqlashga harakat qilayotgandek va hammasi shunday ko'rinardi. Nima bo'lganda ham kart rasman dabdala bo'ldi va 3-faza birlashtirish vaqti keldi. Bu eng oson edi, chunki buning uchun faqat pul kerak edi. Va u yerga ozgina nalichka ochishdi. Bu yerga ozgina kripto va million tuda va million suda oz va hammasi tamom. Bir zumda chalkashib ketgan Kasha Dana White uchun ofisdagi oddiy kunga aylandi.
Muxlislarning barcha noroziliklari qondirildi. Xuddi ular kommentariyalarda yozgandek bo'ldi. Dana White esa o'zini marketing dahosi emas, balki tashkiliy ishlar dahosi kabi ko'rsatdi. Qaysi nazariyaga ishonishingizdan qat'iy nazar bitta narsa aniq. Hamzat 24 soat ichida muxlislar yoqimtoyidan MMA'ning yovuziga aylandi. 6-qism House. Hech qanday ogohlantirish, yovuzlikning kuchayishi yoki 279 turniridan oldin Hamzatni bunaqa bo'lib qolishiga ishora yo'q edi. Lekin mana u taroziga tupurib qo'yib, yarim o'rta vazn kamari uchun jang qilish imkoniyatini musirga uloqtirgan Hamzat Chimayev chiqdi. Axir bu ahmoqona jangni qabul qilishdan asosiy maqsad shu edi-ku o'zi. Aslida bu jang shunchaki probeg uchun, Usman va Edwards jangi g'olibi aniqlanguncha vaqt o'tkazish uchun kerak edi. Odamlar Kevin Holland bilan bo'lgan ishkalga qarab, sahna ortiga "O, bu ancha mantiqiy-ku" deb o'ylashdi, lekin ochig'ini aytganda bu jangda umuman mantiq yo'q edi. UFC 279 atrofidagi axlat shunchalik ko'p ediki, odamlar Hamzatni 77 kilogramdagi yurishi tugaganini esdan chiqarib qo'yishdi. Jingliang ustidan g'alaba, Gilbert ustidan g'alaba, o'sha mashhur 3 ta tezkor g'alaba hammasi unitazga oqizildi. Va yagona foyda Kevin Holland bo'ldi. Kevin shunday jangchiki, u hayotda o'tkazib yuborishni xohlamagan takedownlarni o'zi yo'q. U xuddi har bir yiqilishni kutib yashagandek jang qiladi. Unga S-klass darajasidagi kurashchini qarshi qo'yish bu xuddi olov kuydiradimi degan garov o'ynashga o'xshaydi. Lekin bu yerda bitta nyuans bor. Diktatorga yo'q deyish juda ham qiyin. 179 atrofidagi axlat shunchalik ko'p ediki, odamlar Hamzatni 77 kilogramdagi yurishi tugaganini esdan chiqarib qo'yishdi. Jingliang ustidan g'alaba, Gilbert ustidan g'alaba, o'sha mashhur 3 ta tezkor g'alaba hammasi unitazga oqizildi. Va yagona foyda Kevin Holland bo'ldi. Kevin shunday jangchiki, u hayotda o'tkazib yuborishni xohlamagan takedownlarni o'zi yo'q. U xuddi har bir yiqilishni kutib yashagandek jang qiladi. Unga S-klass darajasidagi kurashchini qarshi qo'yish bu xuddi olov kuydiradimi degan garov o'ynashga o'xshaydi. Rahmat Shon, o'zim ham bundan yaxshiroq ayta olmasdim. Lekin bu yerda bitta nyuans bor. Diktatorga yo'q deyish juda ham qiyin masala. G'urur, yaxshi narsa. Vijdon ham muhim, qo'shilaman. Lekin oyog'ingizga bog'langan beton g'ishtlar va zanglagan palto kiyg'izib qo'yilganda haqiqatparvar bo'lish qiyin-da. Ayniqsa onangiz va bolalaringiz uchun ham xuddi shunday kiyim-kechak tayyorlab qo'yilgan bo'lsa. Hamzat yelkasidagi bosim boshqacha darajada edi. Shuning uchun men bu yerda u to'liq hammasini barbod qilib, hammasiga u aybdor demoqchi emasman. Lekin men fanat sifatida gapiraman. Meni muxlis sifatidagi savolim bitta. Hamzat qayerga yo'qolib qoldi? Vazn qila olmadi. Ataylabmi yoki doktorning gapi bilanmi farqi yo'q. U chempionlik vaznidan bir chelak suv miqdoricha oshib ketdi. Agar ataylab qilgan bo'lsa, mana Bilal Muhammad turibdi-ku, darrov jang qilsa bo'lardi. Hamzat hech qanaqa zarar olmadi. Kevin Holland bitta ham zarba bermadi-ku. Agar rostdan ham doktorlar ruxsat bermagan bo'lsa, unda u shunchaki Gerald Mesherni yutgan paytdagi vaziyatiga xuddi GTA o'yiniga o'xshab saqlanish qilingan joyiga qaytib, o'sha yerdan davom ettirish kerak edi. Qaysi biri bo'lsa ham hammasi joyida edi, chunki u hali yosh va Hollandni majaqlagan vazn qila olmaganini 10 barobar yuvib ketdi. Shunday qilib biz uni yana yaxshi ko'rib qoldik. Uni yomon bola roliga kirishi ham yomon chiqmadi, ha. Menimcha boshda bizning ichimizdagi g'azab Nate sababli edi. Agar Natening o'rniga Neil Magny bo'lganda, biz jahlimiz chiqishdan ko'ra ko'proq hayron qolgan bo'lardik. Lekin Kevinni osonlikcha yanchib tashlagandan keyin Nate bo'lgan hurmatsizlik shunchaki Yovuz Habibning yangi mazali ssenariyasiga aylandi. Ich-ichimizdagi intizorlikka aylandi. Noyabr keldi, keyin iyul. Nega Hamzat hali ham jang qilmayapti? Ba'zilar yashirin jarohatlar haqida taxmin qilishdi. Ba'zilar Kadirov bilan aloqasini gapirishdi. Buni gapirishlarini hech qaysisi UFC'ning markaziy razvedka boshqarmasida ishlamasdi. Shuning uchun bu gaplar bir tiyin edi. Meni xohishim bitta edi. Bu Hamzatni yana jangini ko'rish. Hamzat qani? Bu toshning tagida yo'q, bu toshning tagida yo'q. Ha, ana u. Lekin oradan 13 oy o'tdi va u Paulo Costa jangdan chiqqani uchun o'rta vaznda qisqa muddatda Usmanga qarshi jang qilmoqda. Dahshat, biz uni topdik. 7-qism. Ruxsat so'ramasdan g'oyib bo'lish. Bu odam o'z vatanidan qochgan, Shvetsiyaga bordi, mazza qilib yashadi, lekin keyin nima qildi? Chechenistonga qaytib bordi, diktatorni orqasini o'pdi. O'g'li bilan kaltak yeyishga rozi bo'ldi. Keyin esa bo'ynidagi o'ralgan ip tufayli G-Wagon mashinalari ko'payib ketdi. Keyin u qochdi, O'rta Sharqqa qochdi. Ha, endi esa Bitcoin firibgarligi bilan shug'ullanmoqda. Chimayev urusha oladi, lekin janob, siz jangchi emassiz. Siz shunchaki kichkina chechen fohishasiz. Rahmat Shon, o'zim ham bundan yaxshiroq ayta olmasdim, lekin bu yerda bitta nyuans bor. Diktatorga yo'q deyish bu juda qiyin masala. Keling, Hamzat yo'q bo'lib ketgan vaqt ichida nimalar bo'lganini ko'rib chiqamiz. Easy kamarni yutqazdi, qaytarib oldi va yana yutqazdi. Sean Strickland Jared Cannonierga yutqazdi. 5 kun qolganda zaminaga chiqib Imamovni dabdala qildi. O'zini 7-raqamli reytingini xavf ostiga qo'yib, Dana unga yem qilmoqchi bo'lgan Dagi prospektini Abus Magomedovni yanchib tashladi.
va oxirida Duplessis jarohat olgani uchun jangga chiqib Adesanyani yutib mutlaq chempion bo'ldi. Bularning hammasi Hamzat oktagonga qaytguncha bo'lib o'tdi. Bu asabni buzadigan holat edi, lekin baribir kimga nima farqi bor? Hech bo'lmasa Hamzat jangini ko'ramiz-ku. Va oxirgi marta jang qilganida tug'ilgan chaqaloqlar hozir yurishni va hattoki kitob o'qishni boshlashgandi. Lekin Usman Chimayev jangi baribir bomba bo'lishi kerak edi. Ammo bu xato edi. Jang rasman kamar uchun da'vogar aniqlanadigan jang deb nomlandi, lekin u shu darajada g'alati ediki, buni eslashni ham xohlamaysiz. Hamzat har doimgidek vahshiyona boshladi, darrov takedown qildi va bo'g'ishni qidira boshladi. Oxiri ushladi ham, lekin Usman xuddi Gilbertga qilgandek, mayutqizmayman la'nat tugmasini bosib, o'zini yerga urib vaziyatdan chiqib ketdi. Bu aslida dahshatli jang bo'lishi mumkinligidan darak edi, chunki Hamzatda Usmanni sinash uchun yana 10 daqiqa bor edi. Lekin afsuski, bechora yerga urilgandan keyin o'ng qo'lidagi pay uzilib qoldi va jangni qolgan qismida deyarli hech narsa qila olmadi. Bu xuddi kapitan Huk va kapitan Ahab o'rtasidagi kimni tanasi ko'proq o'qramoqda degan jang bo'ldi. Hakamlar buni ko'pchilik qarori bilan g'alaba deb topishdi, lekin MMA hamjamiyati bir ovozdan buni uyatli jang deb baholashdi. Usman albatta uzrli, chunki qaysi sog' odam bunaqa jangga rozi bo'ladi. U jangga chaqirilgan payt u klubda ichib o'tirgandi, lekin Hamzat jarohati bormi yo'qmi, to'liq lager o'tgan, o'z uyida jang qilayotgan va short notice'da kelgan Usmanga qarshi edi. Uni ko'rsatgan hunari bu ustunliklarni birortasini ham oqlamadi. Bu jang Hamzatning o'rta vazndagi imkoniyatlariga katta so'roq belgisini qo'ydi va uni passivligini yanada yorqinroq ko'rsatdi. O'tmishdagi bitta yomon jangni 5 ta dahshatli nokaut bilan yutib ketish mumkin edi, lekin 23-yilda Usman Chimayev jangi yagona jang edi. Bu bizni 1 yillik, to'g'rirog'i 3 yillik kutgan narsamiz edi. Oylar o'tib, munaqishga kirishga taqiq qo'yilgani haqidagi gap-so'zlar haqiqatga o'xshab qolaverdi. Hamzat haqidagi har qanday yangilik faqat va faqat Abu Dhabi bilan bog'liq edi. Whittaker bilan jang, keyin 308 turnirida qayta belgilanish, ya'ni bekor bo'lgani uchun. Mayli, Hamzatga respekt, u hech bo'lmasa harakat qildi. Abu Dhabidagi har bir turnirda qatnashishga harakat qildi. Lekin tushunish uchun aqlli bo'lish shart emas. Agar chempion mamlakatga kira olmasa, u qanday qilib kamar uchun jang qiladi? Nima qilamiz? Uni yarim yilda bir marta cho'lga olib chiqib, Trump saylanishini kutib o'tiramizmi? Yoki agar saylanmasa, plan B nima? Va nega Robert bunchalik tez taslim bo'ldi? Nima bo'lmoqda o'zi? Jang kelishilganmi? Hakam o'zi kim? Yo'q, hazillashmoqdami? Lekin bu g'alaba rostdan ham afsonaviy edi. Robert 2019-yildan beri divizionning ikkinchi qiroli bo'lib kelayotgandi. U hali ham o'zining cho'qqisida edi. Buni bizni eski tanishimiz Ikram o'z tajribasida, ya'ni jag'ida his qildi. Afsuski, Robert jag'ini chaynashdan boshqa hech narsa qila olmadi. Bilaman, u takedown to'xtata olmadi, lekin bu asosiy muammo emas. Uning yuzi xuddi Ben Askren Jorgeni tizzasidan keyin nima ahvolga kelgan bo'lsa, xuddi shunday bo'ldi. Bu narsaga tayyorlanish iloji yo'q. Bu bosim kuchi umuman boshqa darajada edi. Va mana bu yigitning kommentariyasi hammasini joyiga qo'ydi. Hamzat bu jangdan keyin o'z aurasini qaytarib oldi. Biz Coviddan keyin maniak Hamzatni yo'qotdik. O'rniga kam jang qiladigan, lekin qiziqarli Hamzatni oldik. Keyin uni ham siyosiy o'yinlarga almashtirdik. Keyin zerikarli janglarni oldik. Lekin UFC 308 da tartib qayta tiklandi. Hayajon qaytdi va barcha shubha qiluvchilarning ovozi o'chdi. Endi faqat bitta muammo qolgandi. Viza masalasi. Va qarangki, bu muammo ham 2 haftada hal bo'ldi. Voy bu, qaranglar, qanaqa omadli voqealar rivoji. Hamzat yana qo'rqinchli bo'lib qoldi. Dana esa unga bitta qo'ng'iroq uzoqligida. Yangi prezident Trumpni kutish hamma narsani oqladi. Hamzatning titul uchun kutilishi tugadi. Voqealar rivoji uzildi, zanjirlar uzildi. Endi biz yiliga kamida 3 marta jang ko'ramiz. Gap bo'lishi mumkin emas edi. Mayli DZP va Strickland 2 bu normal holat. Shon revanshga haqli, lekin Hamzat hozir bo'sh. Balki vaqtinchalik Hamzat Hernandez yoki Hamzat Baralyo qilib turamizmi? Hazillashmoqdaman. Rosterdagi xohlagan odamni bering. UFC 313 bombosh, UFC 315 esa shunchaki sharmandalik. Sizningcha bu yilning eng zo'r janglaridan biri bo'lishi mumkinmi? Ular klinikada Hamzat Chimayevni kutishlari kerak. Agar UFC 319dagi hafsalasizlikni tasvirlaydigan so'zlar mavjud bo'lganda, men ularni ishlatardim. Lekin ular yo'q. Bor narsa faqat o'xshatishlar. Va men beixtiyor Hamzatni MMA'ga kirib kelish tarixini eslayman. 2015-yil edi. Hamzat tovuq farmoqdaman, lekin bu g'alaba rostdan ham afsonaviy edi. Robert 2019-yildan beri divizionning ikkinchi qiroli bo'lib kelayotgandi. U hali ham o'zining cho'qqisida edi. Buni bizni eski tanishimiz Ikram o'z tajribasida, ya'ni jag'ida his qildi. Afsuski, Robert jag'ini chaynashdan boshqa hech narsa qila olmadi. Bilaman, u takedown to'xtata olmadi, lekin bu asosiy muammo emas. Uning yuzi xuddi Ben Askren Jorgeni tizzasidan keyin nima ahvolga kelgan bo'lsa, xuddi shunday bo'ldi. Bu narsaga tayyorlanish iloji yo'q. Bu bosim kuchi umuman boshqa darajada edi. Va mana bu yigitning kommentariyasi hammasini joyiga qo'ydi. Hamzat bu jangdan keyin o'z aurasini qaytarib oldi. Biz Coviddan keyin maniak Hamzatni yo'qotdik. O'rniga kam jang qiladigan, lekin qiziqarli Hamzatni oldik. Keyin uni ham siyosiy o'yinlarga almashtirdik. Keyin zerikarli janglarni oldik. Lekin UFC 308 da tartib qayta tiklandi.
Hayajon qaytdi va barcha shubha qiluvchilarni ovozi o'chdi. Endi faqat bitta muammo qolgandi. Viza masalasi. Va qarangki, bu muammo ham 2 haftada hal bo'ldi. Voy bu, qaranglar, qana qomatli voqealar rivoji. Hamzat yana qo'rqinchli bo'lib qoldi. Dana esa unga bitta qo'ng'iroq uzoqligida. Yangi prezident Trampni kutish hamma narsani oqladi. Hamzatni titul uchun kutilishi tugadi. Voqealar rivoji uzildi, zanjirlar uzildi. Endi biz yiliga kamida 3 marta jang ko'ramiz. Gap bo'lishi mumkin emas edi. Mayli DZP va Strickland 2 bu normal holat. Shon revanshga haqli, lekin Hamzat hozir bo'sh. Balki vaqtinchalik Hamzat Hernandez yoki Hamzat Baralyo qilib turamizmi? Hazillashmoqdaman. Rosterdagi xohlagan odamni bering. UFC 313 bombosh. UFC 315 esa shunchaki sharmandalik. Sizningcha bu yilning eng zo'r janglaridan biri bo'lishi mumkinmi? Ular kliatkada Hamzat Chimayevni kutishlari kerak. Agar UFC 319 dagi hafsalasizlikni tasvirlaydigan so'zlar mavjud bo'lganda, men ularni ishlatardim. Lekin ular yo'q. Bor narsa faqat o'xshatishlar. Va men beixtiyor Hamzatni MMA'ga kirib kelish tarixini eslayman. 2015-yil edi. Hamzat tovuq fabrikasida tushlikka chiqqandi. Maqsadi UFC 194 ni asosiy jangini ko'rish. Uni ichiga qaraganda Conor McGregorni Jose Aldoni o'sha mashhur 13 soniyada nokaut qilgani uni MMA jangchisi bo'lishiga ilhomlantirgan ekan. Men uni jangini ko'rayotgandim. O'shanda men keyin esa Hamzat shu jang haqida o'yladim. Keyin esa Hamzatni Chikagodagi matbuot anjumanida qanday kutib olinganini esladim. Menimcha bu ikkala narsa ham bor. Menimcha gap shundayki, men u yerga chiqaman va eng zo'rlari bilan jang qilgim keladi. Ular sendan ahvoling qanday deb so'rashadi. Sen shunchaki yaxshiman deb qo'yishing kerak. Lekin aslida yaxshi emassan, shunchaki ularga tushuntirib o'tira olmaysan, chunki baribir tushunishmaydi. Drikusni har og'iz ochganda 10-7 hisobida yanchib tashlanishi muxlislar tomonidan meni qalbimni og'ritdi. Lekin bu Dublinda bo'lib o'tgan Aldo McGregor press konferensiyasini dahshatli darajada eslatib yubordi. O'shanda Aldoni shunchalik ustidan kulib tashlashgan ediki, tarjimoni savollari zo'rg'a eshitilardi. Conorni esa shunchalik qiyqiriq bilan qo'llashganki, javoblarni eshitib bo'lmasdi. Oradan 10 yil o'tib, McGregor davridan keyingi eng kutilgan asosiy jang keldik va Hamzat o'zini xuddi o'sha yillar oldin uni ilhomlantirgan joyda ko'rdi. U pay-per-view yulduzi edi. U UFC'ni yuzi edi va nihoyat jahon chempionligi uchun kurash vaqti kelgandi. Dublin xarobalarini qayerdandir kartoshkalik quymoq fabrikasida ishlaydigan bir kickbokschi tushlikka chiqib UFC 319 ni tomosha qilayotgandi. Men o'sha irlandiyalik yigit haqida uzoq o'yladim. Keyin esa o'zimga savol berdim. Agar Conor McGregor o'z vaqtida ehtiyotkorlik bilan ochko ishlash uchun jang qilib 50-45 hisobida zerikarli g'alaba qozonganda, uni kelajagi nima bo'lardi? Agar muxlislarga debyutdan beri kutgan o'sha haqiqiy Conorni bermaganda, buni sportdagi eng katta yulduz sifatidagi o'rniga ta'sir qilarmidi? Hamzat shunday zerikarli jangdan ilhomlangan bo'larmidi? Yoki u shunchaki kurash tushib, Olimpiadaga yo'l olgan va Shvetsiyani kurash bo'yicha nomsizlikdan qutqarib qolgan bo'larmidi? Bilmadim, lekin xayolim yana Hamzatni asosiy motivatori Abdulkarim Edilov, Ramzanni o'sha tupoy bolalarni shug'ullantirishga mas'ul bo'lgan oxirgi UFC jangchisi edi. U bola giyohvand moddalar bilan qo'lga tushdi va to'liq paketni oldi. Beton oyoq kiyim va zanglagan palto. Ular uni avval qiynoqqa solishdi, keyin esa kontrolni qilib, akasini ham yo'q qilishdi. Shunday ekan, agar men Hamzat bo'lsam, men shu narsalarni hammasidan xavotir olaman. Barateon uslubidagi ziyofatlarida kameramani ko'rsatganda, agar xafta bo'lsangiz 2 marta ko'z qising degan yuz ifodasi bo'ladi. Va men aniq, shundoq ham injiq bo'lgan MMA muxlislarini ko'nglini olish uchun jonimni xavfga qo'ymayman. Asosiy maqsadim oilam yo'q bo'lib ketmasligi uchun kamarni shu insonga olib kelib berish bo'ladi. Agar men Hamzat Chimayev bo'lsam, bu meni birinchi raqamli vazifam bo'ladi. Bu degani toki UFC menga oylik to'lar ekan, faqat ko'krakka ko'krak. Bu degani yilga bitta jang, agar sharoit ideal bo'lsa va raqib yaxshi bo'lsa, 2ta jang o'tkazgan bo'lardim. Va agar o'zingizga va albatta o'ylar bilan o'zingizni kamroq qiynamoqchi bo'lsangiz, kamida 2029-yilgacha o'rta vazn divizioni mavjudligini unuting. Chunki men yutqazmayman.